tarbiya maskani. Shu yoshlar birlashaylik, ertangi kun bizniki, marra bizniki. Assalomu alaykum. Bu Adju talabalar jo'rligidagi universitetning maxsus madhiyasi edi va bugun Adjuda mana shunday ko'tarinki kayfiyatda ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tmoqda. Assalomu alaykum. Ushbu oliy dargoh istiqbolli va yuqori daromadlarga tayyorlovchi imkoniyatlar maskani. Bugun kun davomida mingdan ortiq litsey, kollej hamda maktab o'quvchilari universitet hayoti bilan tanishishadi. Biz ham imkoniyat darajasida ushbu oliy dargoh hayoti bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. Toshkent shahridagi Adju universiteti talabalarni keng ko'lamli xalqaro dasturlar va ko'maklashish loyihalari bilan qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari 65 ta davlatning 322 ta universitetlari bilan ham hamkorlik olib boradi. Ushbu ta'lim muassasasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-noyabrdagi Toshkent shahrida Adju universitetini tashkil etish to'g'risidagi qarori asosida tashkil topgan. Hasanboy, Adju universitetining talabalarining hayoti menga juda ham qiziqdi. Sizga ham qiziqmi? Albatta, tengdoshlarimiz hayoti, ularning fikrlashi menga ham qiziq. Keling, hozir bu borada Talabalar Media Club rahbari Mas'udxo'jayeva Ziyodaxonim bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Hormangizlar. Assalomu alaykum. Lider bo'lish qanday? Ozgina qiyin, lekin o'zini yaxshi tomonlari ham bor. Bu kommunikatsiyani oshiramiz, lekin bolalar bilan ishlash menga yoqadi. Nima uchun aynan Adjuni tanlagansiz? Bu Koreyskiy universitet bo'lgani uchun Koreyaga borish niyatim bor. Shuning uchun Adjuni tanlaganman. Adju universitetining eng sevimli tadbirlari bormi o'quvchilarga yoqadigan? Eng sevimli tadbir bu freshman bo'ladi. Har yili yangi o'quvchilar kelganda biz freshman o'tkazib beramiz. Bu nima? Biz yangi talabalarni kutib olamiz, o'yin kulgular bilan. O'qish bizda faqat ingliz tilida bo'ladi. Eng qiziqarli fanlar men uchun bu koreys tili bo'lsa kerak. Bu tilni ozgina bilaman, lekin koreys tilini o'zini qiziqarli tomonlari bor. O'yinlarini, raqslarini bizga ustozlarimiz hammasini yetkazib, tushuntirib berishadi. Shu koreys tilida ozgina so'zlashib bera olasizmi? O'zim tanishtirsam bo'ladi. Annyeonghaseyo. 저는 지어답니다. 만나서 반갑습니다. Eshitishimiz bo'yicha talabalar bu yerda ham o'qib, ham bemalol ishlashlari mumkin ekan. Ha, bu narsa ham bor. Biz nechta ko'pgina kompaniyalar bilan hamkormiz. Bu degani bizani universitetimizni tugallagandan keyin shu hamkorlik bo'lgan kompaniyalar bilan ular ishlasa bo'ladi, ishga olishadi. Assalomu alaykum. Adju universitetiga xush kelibsiz. Biz Markaziy Osiyo talabalari uchun jahon darajasidagi intensiv universitet ta'limini olib kelish maqsadida faoliyat olib boramiz va xalqaro tajribalarni taqdim etamiz. Barcha fanlar, seminarlar va uy vazifalari to'liq ingliz tilida olib boriladi. Oliygohda 4 yil davomida tahsil olib, siz xalqaro darajadagi mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Zamonaviy kasblar jahon andozalariga mos ravishda Koreya hamda Yevropadagi nufuzli oliy dargohlarda ta'lim olgan professor o'qituvchilar tomonidan o'rgatiladi. Maqsadimiz sifatli ta'lim berish, chunki talaba yutug'ining garovi tabiiyki bu sifatli ta'limdir. Taxmina nima ko'ryapsiz? Ha, zamonaviy LED ekranda namoyish etilayotgan universitet haqidagi ma'lumotlarni ko'rayotgan edim. Juda ham qiziqarli ekan. Bilasizmi taxmina, universitet qabuliga kelganlar bunaqa qiziqarli narsalarni ko'p guvohi bo'lishadi va boshqa universitetlardan farqli jihati shundaki, bir yilda 3 marotaba qabul bo'ladi. Hozir bu haqida universitet marketologi Azizaxonim Mirmahmudovadan batafsil ma'lumot bilib olamiz. Qani keling. Aziza opa, mumkinmi sizni? Keling. Assalomu alaykum. Bizni qiziqtirgan birinchi savol shuki, universitetning boshqalardan farqli jihati nimada? Talabalarga beriladigan imtiyozlari qanday?
Xo'p, Toshkent shahridagi Adju universitetida ma'lum bir daraja toifadagi bitiruvchilar uchun imtiyozli qabul mavjud. Bu Toshkent shahridagi Adju universiteti kelajak muhandisi deb nomlangan xalqaro olimpiada g'oliblariga, prezident va ijod maktablari bitiruvchilariga, aniq fanlar bo'yicha respublika olimpiadalari g'oliblari va undan tashqari xalqaro sertifikat egalariga biz imtiyoz asosida kirish imtihonlarisiz Toshkent shahridagi Adju universitetiga talabalikka qabul qilamiz. Demak, ayni shu toifadagi talabalar imtihonsiz kirib o'qishlari mumkin. Albatta. Ularning keyingi faoliyati qanday bo'ladi? Yuqori baholarga tamomlay oladimi? Yuqori baholarga tamomlagan o'quvchilarni biz har semestr yakunida almashinuv dasturi asosida Koreya Respublikasi Adju universitetiga bir semestr mobaynida o'qib kelishlarini ta'minlaymiz. Demak, tushunishimiz bo'yicha 2-yildan bemalol Koreyaga borib o'qishlari mumkin. Albatta. Qanday ta'lim yo'nalishlari bor? Bizni juda ham qiziqtiradi bu narsa. Toshkent shahridagi Adju universitetida arxitektura, qurilish muhandisligi, elektrotexnika, kompyuter muhandisligi, dasturiy ta'minot, koreys filologiyasi management, ingliz filologiyasi management, interyer dizayn, IT biznes va biznes boshqaruv yo'nalishlari mavjud bo'lib, ta'lim 3+1 dasturlari asosida amalga oshiriladi. 3 yil O'zbekistonda, 4-yilini Koreya Respublikasi Adju universitetida o'qib tamomlash imkoniyatini taqdim qiladi. Demak, sun'iy intellektdan ham dars o'tiladi, to'g'rimi? Albatta. Boshqa oliy dargohlarni ko'ramizda, ularda yiliga 1 marta yoki uzoqi borsa 2 marta qabul bo'ladi, lekin Adjuga kelsak 3 marta ekan. Shu haqida gapirib bering. Albatta, boshqa universitetlardan farqi ham shunda. Biz bitiruvchilarga yana 1 marta imkoniyat taqdim qilgan holda va talab bo'lgani uchun qabul jarayonlarini yozda 3 marotaba kirish imtihonlari amalga oshiriladi. May, iyul va avgust oylarida kirish imtihonlarini o'tkazamiz. Deylik, bir talaba universitetga kirib o'qiyapti, tamomlashiga ham oz qoldi. Uni ish bilan ta'minlanishiga qanchalik yordam berasizlar? Talabalarni ish bilan ta'minlash bo'limi mavjud bo'lib, bizda ushbu bo'lim xodimlari universitetimizdagi hamkor tashkilotlarga o'zlarining mutaxassisliklari bo'yicha ishga yo'naltiradilar va taklif beradilar. Amaliyot qanday bo'ladi? Yo'nalishlari bo'yicha, mutaxassisliklari bo'yicha o'quv yili davomida kompaniyalarga, hamkor kompaniyalarimizga amaliyotga yo'llaymiz talabalarimizni. Hozirgi qabul jarayonlari haqida qisqacha gapirib bering. Hozirda 10-martdan qabul jarayonlari boshlandi, qizg'in davom etmoqda. Abituriyentlar masofadan turib ham onlayn registratsiyadan o'tishlari mumkin bo'ladi. Qachongacha davom etadi? Birinchi qabul jarayonlarimiz 4-maygacha davom etadi. Birinchi kirish imtihonimiz 10-may kuni bo'lib o'tadi. Bilishimizcha, universitetda xalqaro almashinuv dasturlari bor ekan. Aynan qaysilari? Almashinuv dasturi bo'yicha har semestr yakunida o'zlashtirishi yuqori bo'lgan talabalarni Koreya Respublikasi Adju universitetiga yuboramiz. Bu qanday tartibda bo'lib o'tadi? Bir semestr yakunidan keyin o'zlashtirishi yuqori bo'lgan o'quvchilar aniqlanadi va almashinuv dasturi bo'yicha bir semestrga Koreyaga Adju universitetiga borib o'qib, bir semestrdan keyin qaytib kelishlari mumkin bo'ladi. Adjuda ta'lim sifatini yuqori baholashdi. U yerda dars beradigan o'qituvchilar, umuman olganda o'sha ta'lim sifati haqida gapiring. Ta'lim sifati maqtanarli darajada aytolmaymiz, sababi professorlarimiz, xalqaro toifadagi professorlar va mahalliy professorlarimiz ham o'z malakalarini chetda o'tab kelgan juda ham malakali professor o'qituvchilardan ta'lim olishlari mumkin bo'ladi. Siz Adju universitetida quyidagi yo'nalishlarda ta'lim olishingiz mumkin. Arxitektura yo'nalishi. Siz bu yo'nalishda binolarni loyihalashtirishni o'rganasiz. Interyer dizayni, zamonaviy makonlarni yaratasiz. Qurilish inshootlari muhandisligi, yirik inshoot va infratuzilmalarni qurasiz. Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi, aqlli texnologiyalarni ishlab chiqarasiz. Dasturiy ta'minot, kelajak kodini yozasiz. IT biznes, texnologiya va loyihalarni boshqarasiz. Biznesni boshqarish, biznes olamida yetakchilik qilasiz. Ingliz tili filologiyasi va menejmenti. Siz bunda boshqaruv sirini ingliz tilida egallaysiz. Koreys filologiyasi va menejment, xorijiy til va biznesni o'rganasiz. Oliy dargoh bitiruvchilariga nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda oliy ma'lumot to'g'risidagi hujjat sifatida tan olingan Adju universitetining belgilangan namunadagi diplomi topshiriladi. Bu yerda Hindiston, Pokiston, Koreya, Malayziya, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan va xorijning nufuzli universitetlarida tahsil olgan professor o'qituvchilar dars berishar ekan. Va hozirgi o'quvxonada pokistonlik Ramzan Ali degan o'qituvchi talabalarga dasturlash tilidan Python programmasini o'tyapti ekanlar. Suhbatga chorlaymiz. O'zbekcha bilar ekanlar? Buni jarayonda bilib olamiz. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Rahmat. O'zbekcha bilasizmi? Chut. Qaysi universitetda o'qigansiz va qanaqa programmalar asosida dars o'tasiz? I graduated from Men mutaxassisligim bo'yicha Pokistonda o'qiganman va Latviyada PhD darajasini olganman. Hozir esa talabalarga Python dasturidan dars beryapman. now Python. Aynan sizni dars o'tayotganingizda talabalarning o'rganishi qay darajada? Talabalar dars jarayonida juda faol. Ular har doim yangi narsani o'rganishni xohlashadi. Ba'zan ular kutilmaganda qo'shimcha ishlarni ham bajaradi. Bu esa talabalarimizni mustaqil ravishda ishlashga o'rgatadi. Men dars davomida turli xil faoliyat usullaridan foydalanaman. Bu o'z o'rnida ularni har kuni yangi narsalarni o'rganishga undaydi. Dunyoning shuncha xohlagan nuqtasida dars berish imkoniyatiga ega edingizda, nega aynan O'zbekiston? O'zbekiston o'zi yoqyaptimi sizga? Why I choose Uzbekistan? Because O'zbekistonni tanlashimning birinchi sababi bizning davlat bilan O'zbekiston birodar mamlakat. Ikkinchi sababi esa men O'zbekistonning ta'lim tizimiga o'z hissamni qo'shishim kerak deb hisoblayman. Agar men O'zbekiston ta'lim tizimi uchun nimadir qila olsam, bu men uchun katta sharaf bo'ladi, chunki mening maqsadim dunyoda noyob va ideal ta'lim tizimini yaratish. Oho, taxminan mana shunaqa ofislarda ishlasangiz bormi? Bay. Asti qo'ymang, men ham dunyo megapolislarida yashashni orzu qilaman. Ko'rib turgan mana shu loyiha Ajju universitet talabalari tomonidan ishlab chiqilgan. Keling hozir buni asti joyiga qo'yamizda. Muassasa o'quv uslubiy bo'lim boshlig'i Ulug'bek aka Ro'zimovni suhbatga chorlaymiz. Keling Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Sizga hali aytarlarimiz ko'p, savollarimiz ko'p. Bemalol. Ko'ryapmiz, shunga o'xshash loyihalar juda ko'pda. Buni talabalarning o'zi ishlab chiqishgan deganda ishonmadik-da. Bilasizmi, hozirgi zamonaviy arxitektura shunaqa bo'lib qoldiki, o'qituvchi ham, professor ham rivojlanish orqasidan yetib emas, rivojlanishdan oldin yurish kerak. Chunki butun dunyo bo'yicha zamonaviy shaharlar, hali qizimiz aytgandek zamonaviy megapolislar, yangidan yangi binolar, hatto suv osti inshootlarigacha rivojlanib ketdi. Demak, arxitektor zamondan oldinroq yurishga majbur. Shu sababli ham universitetda o'quv jarayoni shunday tashkil etilganki, professor va talaba o'rtasidagi munosabat, o'quv jarayoni shunday tashkil etilganki, o'qituvchi talabadan yuqoriroq bilim berishga majbur. Ana shundagina talaba nimagadir intiladi. Ko'rib turgan maketingiz bu oddiy maket emas. Bu yerda butun bir shahar infratuzilmasi aks etgan. Bu talabani konseptual bilimlari, dunyo geodeziyasini, geografik muhitni o'rganishi hamda mana shu ikki qavatlik binolarni, ikki qavatlik deymizmi, ikki qavatlik polisni qanday qilib joylashtirish bo'yicha professordan olgan bilimlarni bir kichkina bir mahsuli. Demak, bilimlari asosida talabalarning o'zlari ishlab chiqishgan. To'g'ri. Lekin bu hozircha mukammallikka yetib borgan emas, chunki bu ustida talaba hozir ishlayapti. Bu talabani o'zini mustaqil ravishda qilayotgan ishi. U oddiygina aytadigan bo'lsak, bu talaba tomonidan o'ylab topilgan, kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan shahar yoki birorta uy-joy mavzesi loyihasi. O'zi bu maketni tayyorlashga qancha vaqt ketadi deb o'ylaysiz? Endi bizda odatda bu kabi maketlar bosqichma-bosqich tayyorlanadi. Masalan, bu talaba birinchi bosqichda o'qiyotgan paytida bitta oddiy xonani interyeri va xonani jihozlanishi bilan loyiha boshlasa, u ikkinchi kursga o'tgandan keyin ikkinchi bosqichda butun bir binoni loyihalashtiradi. Uchinchi kursga o'tganda u butun bir uy-joy mavzesini yoki birorta maishiy yoki madaniy kompleksni loyihalashtiradi va 4-kursga yetganda mana shunday bitta bir polisni, shaharni loyihasini amalga oshiradi. Asosiy narsa maketda aks etmaydi. Asosiy narsa boshqa joyda aks etadi. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Talaba maketni, siz ko'rgan maketni qilishdan oldin yerni geografik xususiyatlarini o'rgangan. Yerda tuproq qatlamini joylashishi, suv qatlamini joylashishi, binoni yerga beradigan ta'siri, binoda yo'l tuzilmasini, o'sha aytayotganingizdek kommunikatsiya tizimlarini o'tkazish bo'yicha hamma o'zgarishlarni o'rganib chiqib, ana undan keyin binoni butun dunyo muhitiga joylashtirishini tasavvur qilgandan keyin shu shahar muhitiga mos kelishini tushunib yetganidan keyingina uni xuddi shu maket shaklida aks ettiradi. Bu
nima deydi, bu kompleks ish. Buning uchun hozirgi zamonaviy arxitekturada mavjud bo'lgan 3D Max, 5D Max, AutoCAD, Java dasturlarini o'rganish kerak. Eng yaxshi jihatimiz bizni arxitektura fakultetida, boshqa fakultetlarda bu talaba va o'qituvchi orasidagi munosabatlarni do'stlik asosida qurilgani. Chunki o'qituvchidan borib talaba biror narsani so'rashdan, fikri noto'g'ri bo'lsa ham uni aniqlashtirib olishdan hayiqmaydi. Lekin buni hammasi mehnat. Buni hammasi bilim olishga intilish, o'qish. Adjuning yana bir bora o'sha zamonaviy va daromadli kasblarni o'rgatadigan universitetlikka mana shu loyihalarni ko'rib shohid bo'ldik, chunki bu loyihalarning qiymati juda baland. To'g'ri aytasiz. Shunaqa loyihalarimiz bor. Venetsiya Biennalesida ishtirok etgan, Parij ko'rgazmalarida ishtirok etgan, O'zbekistondagi yetakchi ko'rgazmalarda ishtirok etib, sovrinli o'rinni olgan maketlarimiz, rejalarimiz bo'lgan. Bular talabalar tomonidan qilingan. Meni yana bitta savol qiziqtiryapti-da. Aytdingiz, maketlarning barchasi talabalar tomonidan qilinadi. Sizga savol, aynan talabalar tomonidan qilingan maket hozirgi kunda O'zbekistonda qurilyaptimi shunaqa maketlar? Amalda tatbiq qilinyaptimi? Amalda tatbiq qilinyapti. Xiva shahrida hozirgi zamonaviy turistik kompleks o'tgan yilgi universitetimiz bitirgan Adolatxon degan qizimiz tomonidan qilingan. Hozir kompleks qurib yakunlanish arafasida. Adolat talaba bo'lsa ham bu yerga borib, ko'rib, o'zi tanishib yuribdi. Ikkinchi inshootimiz hozir loyihalarni yakunlayapmiz. Bu butun O'zbekistonga, butun dunyoga mashhur bo'lgan o'sha Parkentdagi quyosh stansiyasini qaytadan rekonstruksiya qilish maketini yakunlayapmiz. Buni 3-kurs talabalari qilyapti. Taxminan, bilasizmi? Amaliyot va nazariya uyg'un bo'lsa, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir muassasaning talabalar uchun yaratilgan maxsus laboratoriyasidamiz. Laboratoriyada talabalar tomonidan ilk marotaba dron ishlab chiqilibdi. Hozir ular suhbatga chorlaymiz. Albatta. Assalomu alaykum, xormanglar. Ishlaydimi bu dron? Ozgincha kalibrovka qilish kerak. Bir kunda uchadi. Kim yordam berdi buni ishlab chiqishda sizlarga? Xo'p, bizning Ali klubimiz lideri Abdurahmonjon bu proyekt lideri. Hozir ozgincha kalibrovka qildik. Bu dronni syomka ishlatsa bo'ladi. Biz bu dronni fotografiya va videografiya bilan shug'ullanish uchun yaratdik. Ya'ni u oliygohimizni yuqoridan videoga olish va suratga tushirish uchun ishlatiladi. Umid qilamizki, biz uni turli loyihalar uchun ham qo'llay olamiz. Masalan, oliygoh hududidagi obyektlarni bir joydan ikkinchi joyga yetkazish uchun ishlatishimiz mumkin. Hozirda biz asosan kalibrlash ustida ishlayapmiz hamda ish jarayonida motorlar bilan bog'liq ba'zi muammolarga duch kelyapmiz, lekin harakatni to'xtatayotganimiz yo'q. Bir necha kun ichida dron uchishga tayyor bo'ladi. Bir narsani ko'rdim bu yerda, 3D printer. Bu haqida eshitganman, lekin ko'rmagandim. Shu laboratoriyada bor ekan. Bundan qay maqsadda foydalanasiz? Qarang, bizga 3D printerni asosan proyektlar korpusini qilish kerak. Bu endi birinchi proyektimiz, bu laboratoriy blok питания. Bu 3D printersiz buni imенно qila olmasdik. Hamma proyektlarimiz mana dronni korpusi, buni korpusi, bizning blok питаниямыз korpusi, dronni korpusi, hammasi shu printerda ishlab chiqilgan. Hozir ishlatishning imkoni bormi? Nimada? Bor. Qani? Hozir 1 minut. Assa! Bu yerda hattoki ijodni yaxshi ko'radigan talabalar uchun mana shunday ijodxonasi shakllantirilgan. Albatta, talabalar nafaqat dars o'tib, balki darsdan bo'shab mana shu yerda dam olishlari mumkin. Trust me and give it a chance. Now take my head and stop. Then the melody take pause. The memory starts to dance.
Yuqorida aytib o'tdingiz, diplom loyihalarini hattoki mashhur tadbirkorlar olib ketishgan ekan, yoqqanlarini. Har yili dekabr oyida biz an'anaviy bitiruvchilarning loyihalarini ko'rgazmasini o'tkazamiz. Eng e'tiborli jihati shundaki, o'sha ko'rgazma tashkil qilganimizda O'zbekistonning eng mashhur qurilish kompaniyalari, eng mashhur sanoat tarmoqlari vakillari keladi. Aynan qaysilar? Biz aynan masalan BNB Holding, Nest One, Murad Building, keyin xullas ko'pchiligi keladi-da, biz ko'pchilik maketlarimizni o'sha paytda talabalar tomonidan ularga taqdim etilganini ko'ramiz. Talabalar rag'batlantiradimi yo ular o'ziga qoladi? Nima desam o'zi, o'sha tashkilotlarda ishlaydigan, faoliyat yuritadigan arxitektorlarga talabaning ishi qanaqadir turtki bo'ladi. Yangi loyihaga nima beradi-da, turtki beradi ularga. Ular shuning uchun shu loyihani oladi-da, uni asosida yana mukammalroq loyiha ishlab chiqadi. Biz uchun yaxshi tomoni, bizning talabamiz o'qishni bitirmasdan ishlaydi. Hozir ham mana arxitektura fakultetida 140 ta talaba o'qiyotgan bo'lsa, shundan 73 tasi arxitektura tashkilotlarida, kompaniyalarda faoliyat yurityapti. O'qishni bitirmasdan turib. Bugun poytaxtimizda 87 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat olib borar ekan. Ulardan 68 tasi davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari, 19 tasi esa xorijiy oliy dargohlar hisoblanadi. Shuning barobarida Adju universiteti ham o'zining sifatli ta'lim bilan ular orasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu universitetda siz nafaqat bilim olasiz, balki ko'p daromad beradigan kasbning mutaxassisi bo'lasiz. Shuningdek, ko'plab xorijiy tillarni o'rganib, xalqaro diplom egasi bo'lishingiz ham mumkin.